Shahar ichi bo'lsin, lekin havosi toza bo'lsin deb niyat qilib yuribsizmi? Mana sizga zo'r, yaxshi lokatsiyada joylashgan 9 sotuvli hovli topdik. Kiraverishimiz mana o'ng qo'limizda uy joylashgan, lekin bular mana shu 7 sotig'ini sotuvga qo'yishgan. Xohlasangiz, normalniy pul bilan kelgan odamga mana 9 sotiq hammasi uy joyi bilan qo'shib sotilaveradi. Asosan mana shu 7 sotiq yer sotuvga qo'yilgan, lekin 7 sotiq ham ko'p, menga kichkinaroq yer kerak edi deydigan bo'lsangiz, shaharga ham, O'zbekistonga ham, yangi O'zbekistonga ham yaqin joyda joylashgan mana shu 7 sotiqli yerimizdan 5 sotiq, necha sotiqli yer kerak bo'lsa, xullas shu ko'rib turganingiz ham yashil mevali daraxtli mana shu joyimiz, mana darvoza, mana zapor. Shu joyimiz hozir zudlik bilan sotuvga qo'yilganingizlar. Havosi toza, bahavo, mana qushlar sayrab, shabodalar esib turgan joyimizdan xarid qilishga shoshiling. Quruvchi tanish bilishlaringiz bo'lsa yoki shunaqa lokatsiyadan yaxshi bir yer chiqsa, uchastka quraman niyat qilib yurgan qarindosh, tanish bilish qo'ni-qo'shniga ushbu videoni jo'natamiz. Bog'cha, maktab, hamma infrastrukturalari qulay joyda joylashgan. Mevali daraxtlarni ko'rib turibsizlar. Uy qurasizmi? Bemalol betdan chiroyli qilib, tinchgina osuda joylar, qo'shnilar ahil, tinch mahallada joylashgan xonadonimiz. Ya'ni quruq yerimiz sotuvga qo'yilgan. K-obrazni tushgan bo'ladi. Mana shu uy qoladi. Mana daraxtlarning qimirlashidan qaranglar, shaboda esib turibdi mana. Salqingina. Mana ko'rib turibsizlar. Asfalt bu yo'li ham. Bu yoqdan katta yo'lga 500 metr, poliklinikaga 700 metr tashkil etadi. Bog'cha, maktab ham yaqin joyda joylashgan. Shahar ichida dokument hujjatlari joy-joyida. Bemalol keling, xarid qiling. Tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz narxlari kelishiladi.